Bugungi kungacha men Koreyada ham, Maldiv orollarida ham ishlab yashab ko'rdim, lekin hech ikkalasini solishtirib ko'rmagan ekanman. Ya'ni agar vaqt 6 yil oldinga qaytganida men shu ikkala davlatni solishtirib ko'rib, oyliklarini, sharoitlarini, qaysi biriga borish yengilroq bo'lishligini, viza turlarini, xullas sizga ham, menga ham qiziq bo'ladigan hamma narsalarni ko'rib chiqib, qaysi biriga borgan bo'lardim. Shuni bugungi videoda ko'rib chiqamiz va oxirida sizlarga bonus ham bo'ladi. Ya'ni mana shu ikkala davlatdan bittasiga qanaqa qilib yengilroq borsa bo'ladi, shuni ham sizlarga aytib beraman. Birinchi nimadan boshlaymiz? Albatta, qaysi biriga borish osonroq. Koreyaga borish bu juda katta mashaqqat. Ayniqsa agar sizda koreys tilingiz yaxshi bo'lmasa, bu ishingizni undan ham qiyinlashtiradi. Tekpelarda yoki bo'lmasam boshqa ishlarda shirin so'zlarni eshitib, xullas zerikib ketasiz. Koreya davlatiga borish yo'llari juda ko'p, lekin eng asosiylardan biri bu yoki student bo'lib borish yoki ishchi vizani kiritib, ishchi sifatida borish. Student bo'lib bormoqchi bo'lsangiz, sizga o'rtacha $5000 ketadi. Madomiki sizda TOEIC yoki IELTS yuqori darajada bo'lmasa, bu sizning ishingizni ancha yengillashtiradi va siz 100% grant ham olishingiz mumkin. Ya'ni o'qishga hech qanaqa rasxod qilmaysiz. To'lov borida to'ladingizmi ishqilib? Jinniroqmisiz? Lekin agar mabodo siz menda koreys tili ham yo'q, ingliz tili ham yo'q, men shunchaki u yerga borib ishlamoqchiman deyotgan bo'lsangiz, siz padkursga borishingiz kerak bo'ladi. Bu ozgina ko'proq rasxod olishi mumkin va bu odatda yana qo'shimcha 1 yil qo'shadi, chunki siz koreys tilini bilishingiz kerak, bilasiz, begona davlatga ketyapsiz, u yerda sizga ularning tili kerak bo'ladi va bu sizni ishingizni ancha yengillashtiradi. Lekin baribir 1 yil padkursni o'qib, keyinchalik yana universitetga o'tqisangiz bo'ladi. Lekin esingizdan chiqarmang, siz agar Koreyaga student bo'lib boradigan bo'lsangiz, sizga ofitsialni ishlash mumkin emas. Lekin nima qizig'i bor? Men ham ishlaganman, hamma ishlagan student bo'lib. Maldiv orollarigachi. Maldiv orollariga bormoqchi bo'lsangiz, sizga ingliz tili aniq kerak bo'ladi, chunki u yerda ko'pincha orollarda ofitsialniy tili bu ingliz tili bo'ladi. U yerda siz hech qanaqa padkurs qila olmaysiz, universitetda o'qiy olmaysiz, chunki butun Maldivda faqat bitta universitet bor. U bo'lsa ham faqat turizm sohasida ishlaydi. Shuning uchun boshqa imkoningiz yo'q. Lekin agar siz ingliz tilingiz yaxshi darajada bo'lsa va oldin yaxshi mehmonxonada ishlagan bo'lsangiz, sizga Maldiv orollariga borish ko'p vaqt olmaydi. Uzoq bilan 2-3 oyda siz Maldiv orollariga bemalol borsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, sizda 0 rasxod bo'ladi, ya'ni 1 tiyin ham to'lamaysiz, chunki hammasini sizga mehmonxona o'z hisobidan qilib beradi. Men misol uchun Maldiv orollariga borganimda bu ma'lumotni bilmasdim. Men o'ylardimki, menimcha biletga o'zim to'lasam kerak yoki bo'lmasam vizani o'zim qilsam kerak deb o'ylardim. Yo'q, hammasini mehmonxona o'zi qilib bergan. Hech qanaqa rasxod qilmaysiz. Strafovkasigacha qoplab berishadi. Shuning uchun bu aynan darajada Maldiv yutadi. You're goddamn right. Ikkinchi faktorga o'tadigan bo'lsak, hammaga qiziq bo'ladigan narsa bu oyliklar. Aynan Maldiv orollarida oylik balandroqmi yoki Koreyadami? Qaysi birida oyliklar balandroq? Albatta Koreyada. Siz Koreyada ko'proq pul topsangiz bo'ladi, lekin bitta narsani inobatga olishligini xohlagan bo'lardimki, mana shu ikkala davlatda qaysi birida siz ko'proq pul saqlab olsangiz bo'ladi. Chunki Koreyada sizning rasxodlaringiz bo'ladi. Ya'ni siz yashash uchun, kiyinish uchun, ovqatlanish uchun va ishga borish uchun kerak bo'lsa, o'qishingiz uchun, shunga o'xshagan rasxodlarni qilishingiz kerak bo'ladi. Va ko'pincha holatda bu sizni topayotgan pulingizni 50% dan ko'prog'ini olib qo'yishi mumkin. Misol uchun siz $2000 topadigan bo'lsangiz, siz mana shuni $1000 o'qishingizga yo boshqa xarajatlarga berishingiz kerak bo'ladi. Maldiv orollarida esa siz mehmonxonani darajasiga qarab $1500 dan $5000 gacha topishingiz mumkin. Mehmonxona sizga o'z hisobidan 3 mahal ovqat beradi. Sizga o'zi yashagani joy beradi. Bilet, vizalaringizga hech qanaqa rasxodlar qilmaysiz. Siz faqatgina mana shu 2 yil ularga ishlab berishingiz kerak bo'ladi xolos. Va siz mana shu hech qanaqa rasxodlarni qilmasdan topgan hamma pulingizni, ya'ni 100% ni o'zingiz cho'ntagingizga olib qo'ysangiz bo'ladi.
Endi nima deb o'ylaysizlar? Hozirgacha sizlarga Koreya qiziqroqmi yoki bo'lmasa Maldiv orollarimi? Kommentariyda izohlaringni kutib qolaman. Kelinglar endi o'qishga to'xtasak, chunki hamma ham Maldiv orollariga yoki bo'lmasa Koreyaga ishlash uchun bormaydi. Ko'pchilik kelajakdagi karyerasini qurish uchun mana shu ikkala davlatdan bittasini tanlashi mumkin. Agar biz Maldiv orollarida birinchi to'xtaydigan bo'lsak, siz u yerda bunaqa Koreyaga o'xshab katta imkoniyatni qo'lga kirita olmaysiz, chunki u yerda aytganimdek faqat bitta universitet bor. U bo'lsa ham turizm sohasida. Sizda ko'p juda imkoniyat bo'lmaydi. Lekin Koreyada ko'plab universitetlardan bittasini tanlashingiz mumkin. Sohalar ham juda ko'p bo'ladi. Xohlasangiz IT da o'qisangiz bo'ladi, xohlasangiz arxitekturada o'qisangiz bo'ladi. Lekin qancha soha darajasi balandroq bo'lsa, shuncha sizni koreys tilingiz ham baland bo'lishi kerak. Seulda yoki masalan Yonseda yoki INHTlarda o'qib, kelajakda o'zingizga yaxshi karyera qurib olsangiz bo'ladi. Bu nazarda Koreya aniq yutadi. Keyingi solishtiradigan narsamiz bu ob-havo. Bilasizlar, Koreyada 4 ta fasl bo'ladi. Yozda juda issiq bo'ladi, qishda juda sovuq bo'ladi. Lekin Maldivda 365 kun issiq bo'ladi. Ya'ni bu Tixiy okeanda joylashgani uchun va u yerda ko'pincha issiq klimat bo'lgani uchun kamdan kam sovuq tushishi mumkin. Shuning uchun u yerda ko'pincha siz futbolka bilan shortida yurasiz va issiq narsalarni o'zingiz bilan olib ketishingiz ham shart emas. Agar sizga issiq havo yoqadigan bo'lsa, Maldiv sizga yoqishi aniq. Lekin agar sizga issiq havo juda yoqmaydigan bo'lsa yoki masalan siz 4 ta faslni ko'radigan davlatni tanlamoqchi bo'lsangiz, unda siz Koreyani tanlashingiz kerak bo'ladi. Oxiri ko'rib chiqadigan narsamiz bu ovqatlanish. Agar sizga ham menga o'xshab achchiq ovqatlar yoqadigan bo'lsa, siz Koreyani tanlashingiz kerak bo'ladi, chunki bilasizlar, u yerda achchiq ovqatlar juda ko'p bo'ladi. Ularda mashhur bo'lgan takpokisi yoki masalan ramyonlari Maldiv orollarida bunaqa ovqatlar kamdan kam uchraydi. Agar mabodo sizni mehmonxonangiz shunaqa ovqatlar bilan spetsializatsiya qilmaydigan bo'lsa yoki masalan mehmonlarga bermaydigan bo'lsa, shunga o'xshagan ovqatlarni shunchaki topa olmaysiz. U yerda ko'pincha tropik ovqatlar bo'ladi, mevalar bo'ladi, lekin o'ziga yarasha sizga misol uchun 4 mahal ovqat berishadi va o'sha ovqat uchun siz bir tiyin ham to'lamaysiz. Hammasi mehmonxona nomidan bo'ladi. Siz bemalol xarajatsiz ovqatlanib yursangiz bo'ladi. Endi kelinglar shu va'da qilganimdek sizlarga ozgina bonus bersam, mana shu ikkala davlatdan har bittasiga qanaqa qilib osonroq topshirsa bo'ladi, hech qanaqa agentstvani yordamisiz. Birinchi o'rinda siz Koreyaga ketmoqchi bo'lsangiz, mana shu topshirmoqchi bo'lgan universitetingizni ofitsial veb-saytiga kirib, agar ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, o'sha yerdan apply orqali to'g'rimi-to'g'ri topshirsangiz bo'ladi. Dokumentlarni ham yuborish uchun sizga hech qanaqa agentstva kerak emas. Siz bemalol o'zingiz tarafingizdan hammasini bajarsangiz bo'ladi. Maldiv orollariga esa agar sizda yetarlicha tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, oldingi mehmonxonada yoki masalan ingliz tili, boshqa tillarni ham yaxshi biladigan bo'lsangiz, siz ham xuddi shu yo'l orqali mehmonxonaga to'g'rimi-to'g'ri o'zingizni rezyumengizni yuborsangiz bo'ladi. Ularni ham siz shu mehmonxonani ofitsial veb-saytidan topsangiz bo'ladi. Bemalol shu usul orqali siz mehmonxona bilan gaplashib, agar siz ularga ma'qul keladigan bo'lsangiz, sizni ishga chaqirishadi. Agar sizlarda yana shu ikkala davlat haqida birorta savollaring bo'lsa, menga Telegram orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi yoki bo'lmasam ana shu kommentariyda izoh orqasida birorta savollaringni qoldiradigan bo'lsalaring, men sizlarga albatta yordam beraman. Hammaga rahmat ko'rganlaring uchun. Yana keyingi videoda nimani ko'rmoqchisizlar, shu haqida ham aytib ketinglar, menga qiziq bo'ladi. Hammaga omad.